Keksalarga hurmat, e'tibor ko'rsatish aslida xalqimizga xos ezgu fazilatlardan biridir. Zero nuroniy otaxon va onaxonlar qadrlangan yurtda fayzu baraka, farovonlik, ahillik arimasligi asrlar sinovidan o'tgan haqiqat. Oila muqaddas qo'rg'on sahifasida ko'pchilikka ibrat bo'lib kelayotgan oilalardan biri Abdullayevlar oilasi haqida so'z boradi. Har qaysi millatning o'ziga xos ma'naviyatini shakllantirish va yuksaltirishda hech shubhasiz oilaning o'rni va ta'siri beqiyosdir. Chunki insonning eng sof va pokiza tuyg'ulari, ilk hayotiy tushuncha va tasavvurlari birinchi galda oila bag'rida shakllanadi. Bolaning xarakterini, tabiati va dunyoqarashini belgilaydigan ma'naviy mezon va qarashlar yaxshilik va ezgulik, oliyjanoblik va mehribonlik, or-nomus va andisha kabi muqaddas tushunchalarning poydevori oila sharoitida qaror topishi tabiiydir. Ushbu fikrlar O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch asarida keltirilgan. Haqiqatan ham yoshlarda g'oyaviy ma'naviy barkamollikni shakllantirishda oilaning o'rni nihoyatda katta. Xorazmning go'zal qishloqlaridan biri Xo'jalik qishlog'ida istiqomat qilib kelayotgan Abdullayevlar xonadoni tinch va totuvligi, hamjihatliligi, farzandlarning baxtli kamolga yetib el xizmatiga kamarbasta bo'layotganligi bilan barchaga o'rnak bo'lib kelmoqda. Oila darg'asi Berdiboy ota 40 yildan ziyod haydovchilik kasbini ulug'lab elda obro' topdi. Umr yo'ldoshi Norjon ona bilan 6 nafar farzandni barkamol insonlar qilib voyaga yetkazishdi. Bu oilaning asriy qadriyatlaridan biri halollik, poklik va birdamlikdan iboratdir. Bugun farzandlar, nevara-chevaralar oilaning ana shu muqaddas mezoni asosida tarbiyalanishmoqda. Men oilaning mustahkamligini faqat mehnatdan ko'raman. Şu inson mehnat qilsa, eli izozlasa, el uni izozlaydi. Agar o'zi chetap o'zini oladigan bo'lsa, xizmatdan qochadigan bo'lsa, undan odam hech qanday bir mustahkam ham bo'la olmaydi, oilani ham mahkam tuta olmaydi. Men o'zim bo'sh vaqtlari o'ng'ay bo'lsa shu tomorqani ko'rish, bundan bir shundan turgan oq to'proqdan hosil olish kerak. Bu hosil olishning o'zi bo'lmaydi. Onu ishlab berasiz, vaqtida suvini berasiz, vaqtida xizmatini qilasiz. Shundagina oilaga buğday ham bo'ladi. Kerchka desangiz kerchka bo'ladi. Nov eksangiz shuni olasiz. Shu ekkaning orasan degan yeri bor biz o'zbek maqolida. Berdiboy ota oila boshi barcha ishda bosh bo'lishi kerak deya ta'kidlaydi. U yigit kishiga 40 hunar ham oz naqliga amal qilib, bir paytlar polvonlik bilan ham shug'ullangan. Xorazmning katta davrali to'ylarida kurash tushib, ko'p bora g'oliblik nashidasini ham surgan. Berdiboy otaning farzandlari ham ota xohishiga ko'ra ma'lum muddat polvonlik hunari bilan shug'ullanishdi. Lekin otaning haqiqiy orzusini bugun nabiralari ro'yobga chiqarishmoqda. Oilaning kichik vakili Abbosbekning bugun kurashda erishayotgan yutuqlari tobora salmoqli bo'lmoqda. Men bu oila bilan 40 yildan beri shu bordi keldi qilaman. Chunki havas qilaman. Palvon bo'lgan odam avlodida palvon bo'lib o'tgan insonlari yezazlaydi. Chunki Berdiboy akam, bobolar ham katta palvon bo'lgan, eshitganmiz o'z og'izlaridan shu tanishganmiz. Shu Berdiboy akamning o'g'illari Alisher palvon, men murabbiy bo'lib ish boshlaganimdan keyin shu ustoz shogird bo'lib, shu shogirdlikka olib kurash sirlarini o'rgatdik. Kurash sirlari, sambo, dzudo, biza 3 kurashlar ham o'rgatamiz. Şu to'ylarda ham ko'rashadi, musobaqalarda olishadi. Yana shu bu voyaga yetib, shu kamolni ko'rsatib, shu elim yurtim deb shu musobaqalarda elimiz bayrog'ini yuqori ko'tarib, shu jahon chempioni bo'lmasam, o'z mavqining o'z yaxshi bir palvoni bo'lib ko'zga tashlandi. Yana uning farzandi Abbosbek o'zi 2003-yil shu o'g'lini ham ustoz shogirchilik an'analarida olib borib topshirib, ustozim yana beni terbiyelediniz, endi o'g'limni terbiyelaysiz. Shu yeti sizniki, suyaki meniki deb topshirdi. Ana Xudoga shukr. Hozir hali yosh bo'lsa ham shu o'zi Abbosbek viloyatimiz shu musobaqalarda birinchi, shu borib xalqaro turnirlarda 2-chi, 3-chi o'rin, O'zbekiston birliklaridan ham shu hali g'olib bo'lmasa ham 2-chi, 3-chi o'rinlar olib o'z kurashini, mahoratini ko'rsatib o'tdi.
Oila qadriyatlari ulkan kuchga ega bo'lib, ular har bir insonni ijobiy ishlarga safarbar etadi. Qo'shnichilik, ular bilan o'zaro ahil munosabatda bo'lish ham bu milliy qadriyatlardan biridir. Abdullayevlar xonadoni haqida so'z ketar ekan, barcha qo'ni-qo'shnilar ulardan ibrat olishlarini va farzandlari mana shu an'analar asosida ma'naviy yetuk insonlar bo'lib kamolga yetishayotganini ta'kidlashdi. 30 yildan ziyod qo'shnimiz. Abdullayevlar xonadoni mahallamizdagi eng obro'li xonadonlardan biri. Bu mahallada qanday tadbir bo'lmasin, shu tadbirlarda faol ishtirok etadilar. Shunday qilib katta obro' e'tibor qozongan oilalardan biri. Xalq ta'limi xodimi bo'lganligim sababli bularni farzandlarini o'qishiga hamma havas bilan qarab kelganman. Uzoq yillar davomida Abdullayevning katta farzandlaridan biri Alisherbekni ta'lim tarbiyasi bilan shug'ullanganman. Abdullayevlar xonadoniga bundan keyin ham mana shunday nevara, evaralarni o'stirishda, tarbiyalashda, ularni vatanimiz uchun kerak bo'ladigan inson qilib tarbiyalashda, vatanimizning shon shuhratini yanada yuksaltirishda kattadan katta muvaffaqiyatlar tilaymiz. Shunday qo'shimiz bor ekanligidan doimo faxrlanib yuramiz. Oila muqaddas qo'rg'on, tinch, totuv, har jihatdan mustahkam oila jamiyat tayanchidir. Ana shunday oilalar bor ekan, ming yillar osha yashab kelayotgan milliy ezgu qadriyatlarimiz avlodlardan avlodlarga o'tib boraveradi.